Mamlakatimizda keyingi yillarda tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, ularga qulay shart-sharoitlarni yaratish borasida bir qator amaliy tashabbuslar olib borilmoqda. Ammo ushbu yaratilgan shart-sharoitlarni chetlab o'tib, soliq to'lovlarini o'z vaqtida to'lamasdan kelayotgan korxonalarning bunday xatti-harakatlarini oqlash qiyin. E'tiborlisi, Buxoroda bu kabi milliard summali qarzdorlar soni bir emas, bir nechtani tashkil qilyapti. Buxoro shahrida faoliyat yuritayotgan soliq to'lovlaridan qarzdor ana shunday korxonalarning mas'ullariga ular uchun berilgan soliq yengilliklari va majburiyatlari bir necha bor tushuntirilgan. Shunga qaramay, ularning davlat oldidagi soliq qarzdorligi bartaraf etilmadi. Buxoro viloyati soliq boshqarmasi tomonidan soliq qarzi yirik miqdorni tashkil etgan xo'jalik yurituvchi subyektlarga nisbatan soliq kodeksining 114-moddasi talablari asosida xatlov tadbirlari o'tkazilmoqda. Birgina misol, joriy yilning yanvar oyida 230 ga yaqin xo'jalik yurituvchi subyektlarga xatlov tadbiri o'tkazildi. Ularga soliqchi tadbirkorga ko'mak tamoyili asosida bir necha bor tushuntirish ishlari hamda belgilangan tartibda ogohlantirishlar berilgan. Bundan to'g'ri xulosa chiqargan tadbirkorlarimiz soliq majburiyatlarini o'z vaqtida bajarmoqdalar. Ayrim tadbirkorlarimizga nisbatan qonunda belgilangan tartibda ta'sir choralari ko'rilmoqda. Jumladan, hududdagi qurilish korxonalaridan birining 558 million so'mga yaqin soliq qarzdorligi mavjud. Afsuski, soliq xizmati organlari xodimlarining ushbu korxonaga hisoblangan soliq qarzdorligini bartaraf etishni so'rab qilgan murojaatlari va ogohlantirish xatlari kor qilmagach, xo'jalikka tegishli bo'lgan bino xatlandi. Xuddi shunday ko'p qavatli uy-joylarni qurish korxonasining ham davlat oldidagi soliq qarzdorligi 4 milliard so'mdan ortiq. Soliq xodimlari ushbu korxona mas'ullari bilan uchrashib, soliq qarzdorligi yuzasidan uning mol-mulkini xatlash va taqiq qo'yish to'g'risidagi qarori bilan tanishtirdilar. Tushuntirishlardan to'g'ri xulosa chiqargan korxona rahbari shu kunning o'zida soliq qarzdorligining yarmini qoplab berdi. Tadbir jarayonida ko'p qavatli uy-joy qurilish faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan yana bir korxonada ham xatlov ishlari amalga oshirildi. Sababi ushbu korxonaning ham davlat byudjeti oldidagi 1,5 milliard so'mdan ortiq soliq qarzdorligi uzoq vaqtdan beri bartaraf etilmasdan kelinayotgandi. Xatlov jarayonida ushbu korxona mas'ullariga navbatdagi tushuntirishlar va kerakli maslahatlar berildi. Shunga qaramay, soliq qarzdorligi bartaraf etilmadi. Natijada ularning tegishli mulklari xatlovdan o'tkazildi. Soliq qarzdorliklarini undirish yuzasidan ijro hujjatlari bo'yicha olib borilgan majburiy ijro harakatlari davomida mazkur korxona mas'ullariga zudlik bilan soliq qarzdorliklarini ixtiyoriy ravishda bartaraf etish yuzasidan tushuntirishlar berildi. Qarzdorlik bartaraf etilmagan taqdirda xatlangan mulklar belgilangan tartibda baholanib, sotuvga chiqarilishi tushuntirildi.